Xullas, bu akaga mendan nima kerak ekan-a? Bugun rosti charchadim. Shu iloji bo'lsa uyga surardim. Anu, menga nimadir ko'rsatmoqchi edingiz. Birga mashq qilamiz. Mashq qilamiz? Kimdir bilan mashq qilmaganimga ancha bo'lgandi. Adashmasam maktabdan beri. Gapimga ishonmasligim mumkin, lekin men qirollik poytaxtida juda mashhurman. Xohlaganingni tanla. Haqiqiy qobiliyatlaringni ko'ruvchi qahramon. Mana haqiqiy sarguzashtchi uchun eng kerakli narsa. Men tayyorman. Boshladikmi? 深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠さは孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者は生み出すから僕ならただに続ける Never look back u qanchalik kuchli ekanligini hali bilmadim-ku, lekin o'zimdan kuchli bo'lganlar bilan urushib o'rgansam bo'ladi. Kimdir kapitan Gilbert bilan mashq qilyaptimi? Bu bir haqiqatdan hozir tirik joyi qolmaydi. Bo'ldi. Boshladik. Harakatlanishi juda ham aniq. To'xtamasdan zarba qilishiga ham qoyil. Bunday darajaga chiqish uchun to'xtamay mashq qilgan bo'lsa kerak. Lekin nimaga u bunchalik sekin? Tushundim. Mani o'ziga teng dushman deb ko'rmayapti. Shuning uchun kuchini bir qismini ishlatyapti. To'xtab tur. Ha? Mani o'zingga teng ko'rmasligingni bilaman, lekin bemalol bor kuchim bilan ursang roziman. Bilib qoldi. U oddiy qishloq deb men ham o'zimni bo'sh qo'ygan edim. Kechirasan. Yana ancha tezlashdi. Lekin undan muhimi, uni zarbalardan qochsam, yon tomonlari butunlay ochilib qolyapti. Xuddi ataylabdan quvotgandek. Nimaga meni nayzam unga bitta ham tegmayapti? Yo'q, bu qopqon. U haligacha jiddiy urushmayapti. Palakat, bunisiga nima deysan? Ochiq qoldi. Ushladim. Sal qolishiga sal qoldi. Haligacha qiynalganim yo'q. Qo'rqmasdan bor kuchini ishlatver. Shunaqami? To'xta. Agar hozir bor kuchini ishlatayotgan bo'lsa-chi? Men shuncha yil mashq qilib, balki rostdan ham ancha kuchliroq bo'lib qolgandirman, ha? U holda balki meni ham qo'limdan kela. Dragrevi! Bo'ldi, yetarli. Men yutqazdim.
Oz qolgandi. Ajoyib. Miyamga kirmayapti. Qanday qilib Drag Rave'dan qochib qoldi-ya? Gilbert oddiy taxtali nayzani ishlatgan bo'lsa ham, shamol kuchi bilan yigitni uchirib yubordi. Agar rostakam nayza bo'lganda-mi, kallasi ketardi. Ha, to'g'ri. Gilbertning iste'dodiga qarshi birga bir chiqib beradigan odamning o'zi yo'q. Iste'dod deysizlarmi? Mani qo'limga nayza tushishi bilan ustasi bo'lib ketishimni bilardim. Bo'ldi, yetadi. Gilbert g'alaba qozondi. Bu haligi yigit-ku, u haqida poytaxtda eshitganman. Kim yutishi boshdan beri aniq edi. Bu qishloqda uni yuta oladigan boshqa hech kim qolmadi. Mashq qilganim bilan, mahoratim oshib borishi bilan shunchalik ko'p kuchayib borardim. Lekin Bizni qishloq senga yoqdimi? to'g'risini aytsam, juda ham zerikib ketdim. Eshitgan edim, sen har xil joylarga borib eng kuchli kishilarni qidirar ekansan. Lekin bu yerda senga qarshi duch kela oladigan hech kim yo'q deb o'ylayman. Men poytaxtdagi hamma jangchilarni yutib chiqdim. Boshqa yerlarda kuchliroq kishilarni topaman degan umidda ketgan edim. Aytishlaricha bizni va qo'shni qirollikda qo'shinlar kuchi kamayib borayotgan ekan. Hozir shu davlatlar kuchli jangchilarni o'ziga chaqirishar emish. O'sha jangchilar mashhurlik va oltinni izlab bir joyga yig'ilishadi. Sen ham bir borib u yerdagi holatni qarab kelsang bo'lar ekan. Poytaxtga qaytib borganing yaxshi bo'lam. Men qirollik poytaxtiga qaytib bordim, lekin iblislarga o'qilishni to'xtatmadim. Atrofga kim man deydigan bo'lsa, chaqirib, birga birda yorib tashar edim. Menga shuni o'zi yetmadi. Nahotki menga qarshi chiqib haqiqiy jang beradigan kishi yo'qmi? Hammasidan charchadim. O'lgidek charchab ketdim. Atrofimda faqat soxtalar. Shu yerdami deng? Sensei, Namuncha xotining o'lgandek qilib o'tiribsan. Seni Suverin nayzasi deb chaqira boshlashibdi. Bundan faxrlanib yurmaysanmi? biz maktabga qaytib keldikmi? Kim menga unaqa laqab berdi? O'ta qo'polsan-a. Menga ham bir paytlar laqab berishganida xotirjam bo'lmagan edim. Baribir zerikarli. Atrofdagi hamma do'dirlardan to'yib ketdim. Enis haqida esa nima deysan? Ines. Uni ham kuch ko'p, lekin u boshqacha kuchli. Agar birga bir chiqsam, yutib qo'ysam kerak. Shunaqami? Sizga o'xshagan odamni ko'proq bo'lganda, hayot qiziqarli bo'lardi, sensei. Menga o'xshaganlarmi? Ajoyib fikrlisan-de. Sizga ham zerikarli bo'lsa kerak, to'g'rimi? O'yingiz va barmog'ingiz bilan yutib qo'yadigan askarlar va sarguzashtlarni har kuni o'rgatib o'tirish. Nima bo'lsa ham qirollikni himoya qilishim kerak. Qancha kuchli bo'lsam ham bitta o'zimni qo'limdan kelmaydi. Lekin baribir bir kunmas bir kun meni ham kimdir yengadi. Albatta, bir kuni. Men qarigan chol bo'lib pensiyaga chiqishimdan oldin kelsa yaxshiroq bo'lardi. Kim bilsin, balki ungacha zerikib o'zimni tomdan tasharman. Minotavrni o'zi yordamsiz yutgan kishi. Kim ekanligini ko'rmoqchi edim. Qanday qilib bunaqa tuppoy bo'lishi mumkin? Nihoyatda qimmat mukofotligi umuman qiziqishi yo'q edi. Uning ustiga odob axloq haqida qirollar oldida unutib qo'ydi. Oddiy o'sar deb o'yladim-ku. Lekin u bitta o'zi Minotavrni yutganiga hech ham ishongim kelmayapti. Agar men to'g'ri o'ylagan bo'lsam, Nimaga meni nayzam unga bir marta ham tegmadi? Men haligacha qiynalganim yo'q. Qo'rqmasdan bor kuchingni ishlataver. Shunaqami? U holda men senga bor kuchim. Buni o'zing xohlading. Men hatto ovozdan tez harakatlanaman. Mahoratim esa eng buyuklardan biri. Agar men qilgan ishni oddiy kishiga qilganimda, u o'lib qolishini bilardim. Lekin baribir o'sha paytda unga bir marta bo'lsa ham zarba berishim uchun boshqa ilojim yo'q edi. Drag Rave! Nima bo'lganini
tushunmay qoldim. Umrimda birinchi marta men shunchalik uyat bilan yutqazdim. Buning ustiga Bo'ldi, yetarli, yutqazdim. nima deyin? Haligi davom ettirishimizni ma'nosi yo'q deb o'ylayman. Menga rahmi keldimi? Yoki boshqalarni oldida uyaltirish uchun shunaqa qildimi? Bunaqa sharmanda bo'lmagandim. Tushunmadim gapingni, bu yoqqa kel. Hammomga borishim kerak. Anchadan beri keta olmayapgandim. Buni ustiga u kechidan oldin shundoq dedi. Anu, keyingi safar ko'rishsangiz zo'r bo'lardi. Nima balo? Bu qachon bo'ldi? Buni qanday o'qiganiga aqlim yetmayapti. Lekin baribir meni mahoratimdan o'zini olib qochdi. Yana men uni ayamasdan hujum qilganimda, va nihoyat zerikmaydiganga o'xshamayman. Jin ursin, dahshat bo'ldi-yu, ha? Bilaman, kuchliman, lekin o'zimga ortiqcha baho beribman. Lekin oxirgi yaqin men hattoki kuchlanishni ishlatgan bo'lsam ham qiynalib qoldim.